Assalomu alaykum Vodiy House va Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'z Navbahor 1-ko'chada turibmiz, 25-uy. Xo'p, hurmatli obunachilar, Andijon qora jo'jalari yoki go'sht yo'nalishidagi brullerni boqmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga zo'r yangilik. O'zimda sinab ko'rdim. Mana xudo xolisa ancha qiynalishlarga qaramasdan topib keldim bu narsani. Oldin bu narsani bilmasdim men. Oddiy mana propanga. Xo'p, ikkinchi sutkasi bugun xudo xolasa yaxshi. Где-то bu apparatni sotgan akamiz aytdi. Bitta polniy bak gaz balonni 120 ming so'mga to'ldirdim. Xo'p, bitta gaz ballonimiz akamiz aytayaptiki, ukam, xudo xolasa bir hafta oshiq yaqasiz dedi. Endi bir hafta oshiq yaqqaningizni endi hisoblab ko'ringlar, hurmatli obunachilar. 240 mingga to'ldirasizlar. Buni 1 million 160 ming so'mga oldim. Buni manzili Namangan viloyati Lola bozorida. Даже Namangan shahar bo'lsa kerak, adashmasam Lola shaharga kirsa kerak, adashmasam. Loladan oldim. Lola bozori, Zapchas bozoriga kirsanglar, bemalol topsanglar bo'lar ekan buni. Rosa qiynaldim men, 2-3 joydan rosa qidirdim. Lekin xonani haroratini qaranglar, hurmatli obunachilar. 34 gradusda bir xil ushlab turar ekan, avtomatik o'char ekan, avtomatik yonar ekan. Buni sinab berish uchun sizlarga hozir mana 33 gradus, bu 33 gradusga ko'targanda o'chadi degani. Mana 34 da turibdi. Hozir tushadi, 31 gradus bo'ladi. Shundan keyin tirsat yana oladi, o'zi yonadi. O'zi yoqib, o'zi o'chirar ekan. Aqlli ekan, aqlli kotyolga o'xshaydi ekan. Pasayib ketsa havo sirazi o'char ekan. Sirazi pasayib havo minusga ketgandan keyin, mana shu 33 dan tushib ketsa, sirazi o'zini yoqib, o'zini ishlatar ekan. Maza qildim to'g'risi, hurmatli obunachilar. Mana bugundan xudo xolisa oq va gazimiz ham yondi. Bunga yordam bo'ladi, sababi xonani harorati bir xilda turadi. Ko'ryapsizlar, jo'jalar unaqa to'planish yo'q, bemalol yotishdi mana. Yayrashib, hozir bu gaz yaqayotganimda gub aytadi, shuning uchun jo'jalarim cho'chib ketib, masalaga o'tib oldi. Xonani haroratini ko'rsatib ham turar ekanda, bu zo'r ekan. 1 million 160 mingga arziydi lekin. Kechasi bilan o't yoqib chiqmaysizlar, xonani harorati tushib ketdimikin, ko'tarilib ketdimikin, nima bo'ldi ekan deb o'ylanib ham yurmaysizlar, hurmatli obunachilar. Zo'r ekan. Tavsiya beraman. Kimga kerak bo'lsa, akamiz Namangan Lola Zapchas bozorida turar ekan. Bemalol olib olsanglar bo'ladi. Namangan Lola bozoriga borib so'rasanglar topib berishadi. Men shu 78 kvadratli joyga 30 kilovatligini oldim. Xudo xolasa zo'r, yaxshi xudo xolasa. Mana jo'jalarim 28-noyabr kuni kelgan, 28-fevral kuni kelgan. Xudo xolasa mana bugun 10-mart. Jo'jalarim rosa 10 kunlik bo'libdi. Bugun rosa 10 kunlik bo'ldi, xudo xolasa. Bu jo'jalarimiz sotiladi faqat ob'yomda. Bitta olaman deganlarga, shunday hammasini 4 mingdan olib chiqib ketaman degan aka-ukalarimizga jo'jamiz narxlari 12 ming so'mdan. Bir haftadan 10 kungacha bo'lgan jo'jalarimiz bilasizlar, 12 ming so'm sotamiz. Xo'p. Bir haftadan 20 kungacha bo'lgan jo'jalarimiz bor, 15 ming so'mdan. Hozir bir oyu 10 kunlik jo'jamiz bor, даже 40 kunlik jo'jamiz bor. Unimiz narxi 25 ming so'm. Ko'p olaman degan aka-ukalarimizga bemalol qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz asasi 94 571 0111, 94 247 53 00 raqamlarga telefon qilsanglar, operatorimiz oladi. Aytib o'tganimizdek, operator yana bitta olamiz. Oyligi 1 million so'm qilib beramiz. Ko'p negativlar yozibdi, 1 million so'mga hech kim ishlamaydi hozirgi zamonda. Yo'q aka, ishlaydi. 500 ming 600 mingga ham bog'chalarda ishlab yurishibdi-da, chunki bilamiz-ku. Bu ish qiyin emas. Uyda turib o'zining ishidan ortib, bemalol misol ertalab 7 dan kechki paytga 7 gacha bemalol ishlasa bo'ladi, hurmatli obunachilar. Iloji bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, hurmatli obunachilar, O'zbekiston vaqti bilan ertaman 7 dan kechki soat 7 gacha. Chunki hamma ro'za tutyapti, qiynalyapti, tushuninglar. Ancha-muncha kamchilik, xatolarimiz bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shular uchun uzr so'raymiz albatta. Siz to'g'ri tushuninglar. Xo'p,
narxini aytib o'tib ketdim. 40 kilo jo'jamiz bor. Bunimiz narxi 25 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar, bu optim ob'yemda sotiladi. 12 ming so'mdan. 4 mingta jo'jamiz bor. O'zbekistonda hozircha Xorazm tomonga shopirimiz Rossiyaga ketib qolgani uchun chicha dastavkada qiynalyapmiz, lekin topamiz inshaalloh. Ancha-muncha mana shunaqa bateriya jo'jalarimiz bo'lib turibdi, lekin hali ham tirigan. Lekin slabiy baribir o'lib qoladi bu. Jo'jalarimiz holatlari yaxshi lekin. Tepani kichkina ko'rinishi mumkin, lekin yonidan ko'rsatganingizda juda chiroyli do'mpatlari o'sib, chiroyli bo'lib qolgan. Xo'p, hurmatli obunachilar, kimga Andijon qora jo'jalarim kerak bo'lsa yoki shu biznes qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirdik, bemalol aloqaga chiqinglar, 12 ta viloyat bo'ylab yetkazib beramiz. Faqat hozir nimaga Xorazm tarafga jicha qiynalyapmiz. Hurmatli obunachilar, bu haqida ma'lumot berib o'tib ketdim. Zo'r narsa ekan. Tavsiya beraman. Bitta shunaqa ventilator qo'yasizlar yoki boshqacha ventilator qo'yasizlar. Birinchisi ko'rib qo'yib qo'ysanglar, xonanglar umuman dimlanmaydi. Falgaga kelsak, xudo xolasa keyingi partiyadan bu falgalar bilan xayrlashamiz. Xudo xolasa endi bularni qishda qilamiz yoki umuman qilmaymiz. Bu tepani patologiya qilib yuboramiz qishda, xudo xolasa. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan kanalda admin Muhammad Ayub bo'ldi. Kanalimizda video chiqarayotgan paytimizda qanaqadir kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'raymiz, hurmatli obunachilar. Beayb Parvardigor har bir narsada kimdir oldin bo'ladi, kimdir orqaroq. Shunaqa hurmatli obunachilar, qanaqadir menga fikr bildirmoqchi bo'lsanglar, bemalol bildirishingiz mumkin. Kommentariy ochiq. Men bilmagan narsani sizlardan o'rganaman. Sizlar mabodo bilmagan narsalar bo'lsa, sizlar mendan o'rgansanglar bo'ladi. Men ham kimlardandir sekin-sekin o'rganib boryapman. Kamchiliklarim bor ekan baribir. Mayli hurmatli obunachilar, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Kanalga obuna bo'lib, bittadan like tugmachasini bosib, Andijon qora jo'jalarini boqmoqchi bo'lgan aka-singillarimiz, opa-ukalarimiz bo'lsa, video tarqatib ko'rasizlar.